Sizlar ko'rib turgan mana shu uchastkaga naqd $700,000 xarajat bo'ldi. Endi sizlar bilan bitta obzor ko'ramiz. Ketdik. Biz Art Deco Design kompaniyasi xuddi shu uchastka uchun polностью proyektini, fasad dizayn, interyer dizaynlarigacha full komplekt qilib berganmiz. Endi bir qator sizlarga detalli joylarni ko'rsatib chiqaman. Ko'rib turganinglardek, fasad dizaynimiz klassika uslubida bo'lib, mana shu klassik uslubimizdagi hamma detallari travertin toshdan chiqarilgan. Xuddi shu toshlarni chiqarish uchun naqd 1 yil vaqt ketdi, faqat tosh o'ziga. Ushbu hovlimiz umumiy 3 ta urindan iborat. Podval birinchi, ikkinchi qavatlari. Hozir ko'rib turgan joylar hovlimiz, mana chiroyli zelen zonalar qilib qo'yilgan. Orqa tomonda letniy kuxnya, chiroyli vodopad ko'zinglar tushadi. Bu tomon darvozaxonamiz. Umumiy holatda 2 etajli imoratimiz ko'cha tomonga qurilgan. Chunki qo'ni-qo'shnilardan kelib chiqqan holatda ko'chaga joylashtirganmiz, o'rtada havo yaxshi aylanishi uchun. Ko'rib turganinglar orqamdagi xonaga bitta kompaktli kichkinagina zal tushirib ketilgan. O'rtoqlarim oshna-og'ayni kelib qolganda, balki ovqatlarni pishirib, kirim mehmon bo'lishligi uchun. Ichkaridagi oilaga xalaqit qilmagan holatda bemalol erkaklar, oshna-og'ayni mehmon bo'lib qaytib keta oladi bemalol. Ana shu yerda nomerni ko'rib, xayolimga kelib qoldi. Siz o'zingiz fikringizni bildiring. $700,000 ga arziydimi yoki yo'qmi?